Go'proda o'qish davridagi o'zgarishlar anatomiyasi qanday? Birinchi kun bola hech narsani bilmay kelgan paytida ingliz tili va o'zbek tili o'rtasidagi farqlarni o'rganadi. Harflarni va bilgan ba'zi bir so'zlarni takrorlab olib, ular orqali oddiy darajadagi gaplarni tuza boshlaydi. Bir oy deganda bola taxminan 5 ta kitobni tarjima qilib, ichidan 1000 tadan oshiq lug'atlarni yodlagan bo'ladi va o'rgangan lug'atlarni 300 tasini aktiv shaklda ishlatayotgan bo'ladi. Bola 3 oydan keyin taxminan lug'at boyligini 3000 ga oshirib, ulardan 1000 tasini aktiv shaklda ishlatayotgan bo'ladi va u 10 dan oshiq kitoblarni tarjima qilgan hamda ingliz tili zamonlarini to'liq o'rganib bo'lgan bo'ladi. 6 oydan so'ng bola grammatikani to'liq o'rganib tugatib, lug'atlari bazasini 5000 dan oshirgan va ulardan taxminan 3000 tasini aktiv shaklga keltirgan bo'ladi va o'qigan hikoyalari 40 dan oshgan bo'ladi. Bu davrga kelib bola pre-IELTS bosqichiga yetib keladi va bemalol haftaga bir kun mock test qilib o'z darajasini ko'rib borishligi mumkin. 6 oylik jarayondan yaxshi o'qitgan bolalar B2 testi yoki IELTS dan 5,5 olish darajasiga tayyor bo'lishadi. Yaxshi o'qitilgan bolalar 8 oy deganda IELTS dan 7 ball ham olishligi mumkin. 8 va undan yuqori baholarni qanday olish sirlarini agar bilmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Biz sizga bepul maslahat beramiz.